Assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar, aziz do'stlar. Bugun biz yana siz bilan televizor orqali ko'rishib turibmiz. Bugungi biz ko'taradigan mavzu juda ham qiziqarli. Biz bugun dunyodagi eng qadimgi tamaddunlardan, sivilizatsiyalardan biri bo'lmish va bugungacha saqlanib qolgan. Chunki ko'plari shu bugungacha yetib kelmadi. Juda noyob, unikal tarixga ega hudud to'g'risida gaplashamiz. Juda katta hudud. Bugun dunyo iqtisodiyotida, dunyo siyosatida katta rol tutayotgan Xitoy Xalq Respublikasi to'g'risida gaplashamiz. Mana hozir men ko'rsatuvga tayyorlanish davomida tahlil qildim. Xitoy insoniyat sivilizatsiyasining eng qadimiy markazlaridan biri bo'lib, butun dunyoga albatta ulkan ta'sir ko'rsatgan. Xitoyda kashf etilgan ixtirolar nafaqat Xitoy sivilizatsiyasini shakllantirdi, balki Buyuk Ipak yo'li va madaniy almashinuv orqali Yevropa, Osiyo va boshqa hududlarga tarqalib, bugungi zamonaviy texnologiyalar va fanlar rivojiga asos soldi. Bugun biz foydalanamiz, mana dasturxonimizni ko'rib turibsiz, farfor turibdi, qog'oz turibdi, choy turibdi. Lekin biz savol beramizki, har doim bermaymizki, bu qayerdan kelib chiqdi? Shuning uchun men qisqacha sizlarga aytib o'tmoqchiman. Masalan, Xitoy dunyoga quyidagi kashfiyotlarni bergan. Ipak. Ayollarimiz juda sevib kiyishadi va ipak butun dunyoga aynan Xitoydan tarqalgan. Miloddan avvalgi taxminan 2700-yil. Yevropa juda hayron bo'lgan. Yevropa ham ipakdan nafaqat Xitoydan juda qimmat pulga, oltinga va kumushga sotib olishni xohlagan, o'zida uni topmoqchi bo'lgan. Lekin Xitoy yopiq davlat bo'lgan. Yana bir marta ko'rsatuvimiz davomida biz yopiq davlat to'g'risida ko'p gaplashamiz. Xitoy yopiq davlat bo'lgan va uni bu yerga kelgan rohiblar o'zini hassosiga bekitib, ipak qurtlarini yashirincha olib chiqib ketishgan Yevropaga. Va shu yo'li bilan ipakni sirlari boshqa joylarga tarqalgan. Qog'oz. Miloddan avvalgi 2-asr. Tasavvur qiling, mana biz bugun qog'ozdan bemalol foydalanamiz. Qog'ozsiz tasavvur qilib bo'lmaydi hayotimizni. Har bir sohaga qog'oz bor. Qog'oz ham aynan bizga Samarqandga mana shu Xitoy yo'li bilan kelgan, Buyuk Ipak yo'li bilan. Porox 9-asr har bir harbiy bugungi kunda sohada ishlatiladigan. Umuman konlarni o'zlashtirishda, ko'p yer tagidagi kumushni, uranni, volframni, xullas hayot uchun misni kerak bo'lgan bugungi yer tagida yotilgan boyliklarni, yashiringan boyliklarni yuzaga chiqarish uchun biz poroxdan foydalanamiz. Endi harbiy maqsadlarda men aytmayman. Dunyodagi afsus 1 va 2 jahon urushlarini ham poroxsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Undan oldingi urushlarni ham. Bizning ota-bobolarimiz ham poroxdan juda ko'p foydalanishgan. Kompas bu 11-asrga tegishli. Dastlab kompas folbinlik uchun ishlatilgan, keyin esa dengizda yo'l topish uchun moslashtirib, buyuk geografik kashfiyotlar davrini boshlanishi sabab bo'lgan. Va bosma usuli bu 8-asr. Chinni, mana chinnidan har kun foydalanamiz. 8-asrda aynan Xitoydan kelib chiqqan. Qog'ozli pullar ham birinchi bo'lib Xitoyda qo'llanish boshlangan 8-asrda va oddiy biz tutadigan soyabon. O'sha yomg'irda tutamiz, oftobda tutamiz, soyabon ham bizga ko'rsangiz Xitoydan kirib kelgan. Xitoy tamadduni sivilizatsiyasi o'sha payt ham o'rtada to'g'ri ozgina inqiroz bo'ldi, bu 19-20-asrlarda. Ularda opium urushlari bo'ldi va shundan keyin mana bugun ko'ryapmizki, Xitoy yana dunyodagi liderlikka erishdi. Bugun bizning mehmonimiz Xitoy Xalq Respublikasining O'zbekistondagi favqulodda va muxtor elchisi janob Yu Tseng. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ni hao. Janob elchi, xush kelibsiz. Men juda minnatdorman ish jadvalingizda o'zingiz bo'sh vaqtingizni topib kelganingiz uchun. Bu juda ham biz uchun foydali va o'ylaymanki, bugungi suhbatimiz hamma uchun qiziqarli bo'ladi. Sizga birinchi savolim, bugungi kunda Xitoy va O'zbekiston savdo munosabatlari juda ham yaxshi ketyapti va bugun O'zbekistonning tashqi savdo aylanmasida deyarli 12,5 milliard dollarlik hajm Xitoyga to'g'ri keladi. Va bu to'g'risida hurmatli O'zbekiston prezidentining siyosiy irodasi, O'zbekiston prezidentining mana shu investitsiyalar uchun O'zbekistonni yangitdan kashf etishi va O'zbekistonda bugun raqobatli iqtisodiyotni yaratish, O'zbekistonni iqtisodiyotini yaqin orada 200 milliard dollardan oshirish kabi vazifalar turibdi va bugun O'zbekiston dunyoga ochilyapti. Shu bilan birga meni xotiramga janob Si Szinpinning so'zlari keldi, Xitoy Xalq Respublikasining raisini. U kishining aytishi bo'yicha biz teng hamkorlarmiz. Bizlarda raqiblarni ko'rmaslik kerak va biz bir-birimizni yutug'imizni qo'llasakkina istiqboldagi maqsadlarga erishamiz degan. Shunga sizning fikringizni bilmoqchi edim. Siz fikringizni aytsangiz. Rahmat, taklif uchun rahmat.
O'zbekistonlik do'stlarimiz bilan suhbatlashish imkoniyati uchun minnatdorman. Siz mutlaqo haqsiz. Bizning davlat rahbarlarimiz allaqachon munosabatlarimiz uchun aniq va yorqin yo'nalishlarni belgilab berishgan. Biz do'st, qo'shni va hamkorlarmiz. Xitoyda qadimdan shunday bir hikmat bor. Yaqin qo'shni uzoq qarindoshdan yaxshiroq. Biz ham shunday tamoyilga amal qilamiz. Tarixga nazar tashlasak, Buyuk Ipak yo'li davridan boshlab bizni ko'p narsa bog'lab keladi. O'sha paytlardayoq biz har tomonlama manfaatli hamkorlik, tajriba almashinuvi va albatta savdo-sotiq orqali rivojlanib kelganmiz. Bugungi kunda hurmatli prezident Shavkat Mirziyoyev rahnamoligida yangi O'zbekiston barpo etilmoqda va bu jarayon muvaffaqiyatli davom etyapti. Ta'lim, ilm-fan, iqtisodiyot, ijtimoiy sohalar bularning barchasi rivojlanmoqda. Biz buni chin dildan qo'llab-quvvatlaymiz. Chunki Xitoyda bunday bor. Agar do'stimizning uyi tinch va farovon bo'lsa, bu bizga ham ijobiy ta'sir qiladi. Markaziy Osiyo, ayniqsa O'zbekiston bizning eng yaqin qo'shnimiz. Biz doimo shunday tamoyilga amal qilamiz. Birga rivojlanib, birga gullab yashnaymiz. Shu sababli hamkorligimizni aynan shu nuqtai nazardan baholaymiz. Biz juda ham xursandmiz. Sababi ko'plab kompaniyalarimiz bu yerda faoliyat olib bormoqda. O'zbekiston xalqi xitoyliklarga juda do'stona munosabatda. Bizning sarmoyalarimiz mamlakatingiz kelajagiga, ikki davlat munosabatlarining mustahkamlanishiga qaratilgan. Bugun biz umumiy kelajak sari intilayotgan hamjamiyatni qurmoqdamiz. Ishonamizki, yetakchilarimiz, davlat idoralarimiz va albatta oddiy insonlarning sa'y-harakati bilan biz yanada ravshan kelajak sari odimlaymiz. Bizda bitta maqol bor, yaqin qo'shni uzoq qarindoshdan afzal deydi. Chunki to'g'ri aytyapsiz, boshiga u tushsa birinchi bo'lib qo'shni chiqadi. Mana hozir janob elchi, siz katta raqam to'g'risida gapiryapmiz. Bu deyarli 12,5 milliard dollarda. Mana shu raqamlarning ortida nima turibdi? Bugun aynan Xitoydan qancha bu yerda biznes vakillari kelgan, qancha qo'shma korxonalar bor, xitoyliklarning bu yerda qancha ishlab chiqarishi bor yoki savdo joylari. Va bu O'zbekistonga bo'lgan mehrmi? Yoki buning orqasida boshqa omillar bormi? Xitoy kompaniyalari soni O'zbekistonda 3,5 mingdan ortiq va ularning aksariyati menimcha asosan Sirdaryo va Toshkent viloyatlarida joylashgan. Chunki hozirgi kunda mamlakatingiz iqtisodiyotining katta qismi aynan shu hududlarda jamlangan. Xitoy kompaniyalari bu yerda juda faol ishlamoqda. Raqamlarga yuzlansak, o'tgan yil O'zbekistonga 70 mingdan ortiq xitoylik fuqarolar tashrif buyurishgan. Ularning aksariyati sayyohlar, qolgani esa ishbilarmon doira vakillari. Hurmatli prezident belgilagan maqsad esa bundan ancha yuksak. Yiliga 1 million xitoylik sayyohni jalb qilish. Hozirgi vaqtda har yili 150 milliondan ortiq xitoylik xorijga safar qiladi. Bu juda katta imkoniyat. Agar biz ularni O'zbekistonga ko'proq jalb qilsak, ular 1000 yillik sivilizatsiya va madaniyat bilan tanishish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Bu esa nafaqat ikki davlat munosabatlari, balki O'zbekiston iqtisodiyoti uchun ham juda foydali bo'ladi. Xitoy kompaniyalari nega O'zbekistonni tanlaydi? Birinchidan, bu yerda xalq Xitoyga do'stona munosabatda. Ikkinchidan, bizni bog'lovchi tarixiy jihatlar ko'p. Milodiy davrlarda Han sulolasi davrida ham Xitoyning ilk diplomatlari aynan shu yerga kelib hamkorlar izlagan. Keyinchalik buddizm va boshqa madaniy ta'sirlar ham sizning yeringiz orqali Xitoygacha yetib borgan. Xitoy xalqi O'zbekistonning sivilizatsiyalar va savdo aloqalarini faollashtirishdagi beqiyos rolini doimo yuksak qadrlaydi. Hozir men bir gap aytmoqchiman, fikringizga qo'shilaman. Bizda mana shu vodiyda bo'lgan qora bayir otlar, ular uchar otlar deyiladi. Xitoy Xalq Respublikasining hozir birinchi elchisini gapirdingiz bizga kelganda, janob Gayni. Lekin biz bilamiz, mana Farg'onadan o'sha bo'lgan otlarimizga, qora bayirlarimizga Xitoyni juda katta qilish bo'lgan va biz Damas bo'lgan po'lati deymiz, lekin aslida u temir, u bizni o'zimizni Farg'onamizda bo'lgan va buni tarixi ham juda o'tmishga, juda moziyga borib taqaladi. Shuningdek, mevalar haqida ham aytishimiz kerak. Ko'pgina meva navlari O'zbekistondan Xitoyga olib kelingan. Hozirgi kunda ham bu jarayon davom etmoqda. Faqat hozir gapirdik qog'oz to'g'risida, mana kompas to'g'risida, farfor to'g'risida gapirdik, to'g'rimi? Lekin olib qarasa, o'zbeklarni, u Mavra Nahri, O'rta Osiyoni taraqqiyoti, uni madaniyati ham o'zaro bir-biri bilan tutashgan juda va bir-birini boyitgan. Biz aslida bir-birimizni boyitib kelmoqdamiz. Masalan, qog'oz ishlab chiqarish san'ati Xitoydan O'zbekistonga yetib kelgan. Keyinchalik esa Samarqandda rivojlanib, yana butun dunyoga, hatto Rimga qadar mashhur bo'lib tarqalgan. Biz Samarqandni qayta tikladik shuni. Ha, bu haqiqat. Xuddi shuningdek, Ibn Sino va uning tibbiyot ilmi bizga O'zbekistondan kelgan. Biz uni o'z kitoblarimizga yozib olganmiz. E'tiborga olib, an'anaviy Xitoy tibbiyotini rivojlantirishda foydalanib kelmoqdamiz. Bugungi kunda Xitoy kompaniyalari O'zbekistonda faoliyat yuritmoqda. Nega? Chunki bu yerda
barqarorlik bor, islohotlar olib borilmoqda. Mamlakat butun dunyoga ochilmoqda. Har kuni biznes muhiti yaxshilanmoqda va xorijiy tashabbuslar qo'llab-quvvatlanmoqda. Xitoy kapitali hozir O'zbekistonda faol ishlamoqda. Ularning yarmidan ko'pi xususiy kapital bo'lsa ham, ular kuchli, obro'li va ilg'or texnologiyalar bilan ishlaydi. Masalan, Huawei bu xususiy kompaniya, lekin bugungi kunda dunyoda yetakchi o'rinda turadi. BYD ham xususiy kompaniya bo'lib, yirik xalqaro biznesga aylangan. Bu kompaniyalar bu yerda albatta daromad olish uchun ishlaydi, lekin bunda hech qanday siyosiy maqsad yo'q. Biz har doim yetakchilarimizning so'zlariga tayanamiz. Bizning kelajagimiz birga bog'langan. Shu sababli kompaniyalarimiz O'zbekiston hukumatining qo'llab-quvvatlovi bilan bu yerda faoliyat olib bormoqda. 2023-yilda Xitoy va Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasida birinchi sammit o'tkazildi. Keyin esa o'tgan yili hurmatli prezident Shavkat Mirziyoyev Xitoyga juda muvaffaqiyatli davlat tashrifini amalga oshirdi. Ushbu tashrif chog'ida Xitoy va O'zbekiston o'rtasida yangi davrda har tomonlama strategik sheriklik to'g'risida deklaratsiya imzolandi. Bu Xitoy kompaniyalari uchun juda kuchli signal bo'ldi. Bu shuni anglatadiki, O'zbekiston Xitoy uchun juda muhim va do'stona davlat va aynan shu yerda biznes uchun katta istiqbollar mavjud. 2023-yilda O'zbekistonga yo'naltirilgan xitoylik investorlarning mablag'lari taxminan 8 milliard dollarni tashkil etdi. O'tgan yili 2024-yilda ham bu ko'rsatkich undan kam emasdi. Bu shuni ko'rsatadiki, O'zbekistonga investitsiyalar hajmi barqaror o'smoqda va mamlakat Markaziy Osiyodagi yetakchi investitsion markazga aylanmoqda. Janob elchi, endi men sizga bir gap aytmoqchi edim. Bu gap bugun menimcha shu ba'zi bir qatlamlarda, ijtimoiy tarmoqlarda ko'ryapmiz. Ko'pchilikni o'ylantiryapti. Bugun mana shu Xitoy tomonidan qilinayotgan shuncha investitsiyani ba'zi bir odamlar qo'shtirnoqda aytaman. Buni go'yoki Xitoy O'zbekiston iqtisodiyotiga ekspansiya qilyapti deyapti. Siz bunday odamlarga qanday javob bergan bo'larsiz? Chunki bundan oldingi javoblaringizda men juda yaxshi fikrlarni oldim. Lekin shu bilan birga albatta jamiyatda tanqidchilar ham bor. Shu tanqidchilarga siz nima degan bo'lardingiz? Men ham shuni payqadim. So'nggi paytlarda ba'zi ommaviy axborot vositalarida Xitoy ekspansiyasi haqida fikrlar ko'p uchramoqda. Aslida bu birinchi marta emas. So'nggi 20 yilda, ayniqsa G'arb ommaviy axborot vositalarida bunday rasm chizilmoqda. Lekin haqiqatga qarasak, so'nggi 20-30 yil ichida islohotlar va ochiqlik siyosati natijasida Xitoy yildan yilga kuchayib, nufuzli davlatga aylandi. Biroq biz faqat tinchlik, barqarorlik va rivojlanishni xohlaymiz. Xitoy Xalq Respublikasi o'tgan 70-80 yil ichida hech qachon o'z tashabbusi bilan urush boshlamagan. Aksincha, biz Birlashgan Millatlar Tashkilotining tinchlikparvar missiyalarida faol ishtirok etyapmiz. O'z hissamizni qo'shmoqdamiz va hozir ham global miqyosda, jumladan Yaqin Sharq va Ukraina inqirozlari bo'yicha konstruktiv harakatlar qilmoqdamiz. Ikkinchidan, Xitoy rivojlanayotgan mamlakatlarga sezilarli darajada yordam bermoqda. Masalan, biz eng kambag'al davlatlarga, ayniqsa Afrikadagi va global janub mamlakatlariga imtiyozli kreditlar ajratdik. Shu bilan birga sanoatlashtirish jarayoniga ham ko'mak beramiz. Ochig'ini aytganda, bugungi kunda ko'plab mamlakatlarning eng katta qarz ulushi G'arb davlatlariga to'g'ri keladi. Xitoy esa sarmoya kiritib, rivojlangan infratuzilmalar, ilg'or texnologiyalar va sanoat ishlab chiqarish tizimlarini yaratib kelmoqda. Bundan tashqari, biz aholining turmush darajasini yaxshilashga ham yordam beryapmiz. Masalan, pandemiya davrida Xitoy o'z hududida vaziyatni nazoratga olgandan keyin 150 dan ortiq davlatga niqoblar, texnologiyalar va vaksinalarni yetkazib berdi. O'sha paytda O'zbekiston bilan ham yaqin hamkorlik olib bordik. Bundan tashqari, biz rivojlanayotgan mamlakatlar uchun kadrlar tayyorlashga ham e'tibor qaratmoqdamiz. Masalan, o'tgan yili Xitoy O'zbekiston uchun 1100 dan ortiq mutaxassislarni tayyorladi. 2023-yilda esa bu ko'rsatkich yanada oshdi. Bularning barchasi shuni ko'rsatadiki, Xitoy hech qachon boshqa davlatlar uchun tahdid bo'lmagan va bo'lmaydi ham. Aksincha, biz hamkorlik, taraqqiyot va barqarorlik tarafdorimiz. Menimcha bu shunchaki geosiyosat. G'arb davlatlari Xitoyning rivojlanishini cheklash uchun bahona qidirmoqda. Nima uchun? Chunki Xitoy global janubning bir qismi, ya'ni rivojlanayotgan davlatlardan biri hisoblanadi. Xitoy tajribasi va amaliyoti orqali ko'plab hamkor mamlakatlar o'z taraqqiyot yo'lini ko'rmoqda. Mustaqil, suverenitetiga mos va o'ziga xos rivojlanish modeli asosida. Shu sababli Xitoy nima qilsa ham bu faqat o'zining qonuniy rivojlanish huquqini himoya qilish uchundir. Bizning maqsadimiz xalqaro maydonda teng huquqli hamkorlikni rivojlantirish va o'z milliy manfaatlarimizni adolatli ravishda ilgari surishdir. Yana bir savolim bor sizga. Bugun mana shu xitoyliklar ochayotgan qo'shma korxonalarda, bu yerdagi ish joylarida O'zbekiston fuqarolarining necha foiz ishga olinyapti? Va ba'zilar aytayaptiki, Xitoydan ko'p ishchilar olib kelinadi. Shu rostmi, yo'qmi? Va ikkinchi savolim sizga, mana shunga o'xshagan keyslar, shunga o'xshagan voqealar O'zbekistondan tashqari, chunki Xitoy ko'p davlatlarga yaxshi investitsiyalar tikkan, boshqa davlatlarda ham bo'lganmi, uchraganmi? Chunki men ko'ryapman, siz hozir aytyapsizki,
Xitoyga qarshi axboriy xurujlar olib borishi, ba'zi bir boshqa davlatlardan sabotaj qilinishi, ba'zi bir davlatlar g'arb davlatlari nazarda tutingiz, shunday geopolitik maqsadlarni ko'zlashni bir unsurlarni aytyapsiz-da siz hozir. Xitoy kompaniyalari bu yerda faol ravishda o'zbekistonlik aholini ish bilan ta'minlamoqda. Birinchidan, bu bizning umumiy kelajak hamjamiyati konsepsiyamizga mos keladi. Ya'ni biz faqat foyda olish emas, balki mamlakat iqtisodiyotining o'sishiga ham hissa qo'shishni maqsad qilganmiz. Ikkinchidan, bu iqtisodiy jihatdan ham foydali, chunki barcha ishchilarni faqat Xitoydan olib kelish amaliy jihatdan ham, xarajatlar nuqtai nazaridan ham murakkab. Shuning uchun Xitoydan asosan mutaxassislar keladi. Ular esa o'zbekistonlik ishchilarni zarur bilim va ko'nikmalar bilan ta'minlaydi. Masalan, Sirdaryo viloyatidagi Pengsheng texnoparki bunga yaxshi misol bo'la oladi. Bu kompaniya 10 yildan ortiq vaqtdan beri O'zbekistonda ishlab kelmoqda. Ular sanoat ishlab chiqarishdan tortib zamonaviy qishloq xo'jaligigacha ko'plab sohalarda ishlayapti va 1800 dan ortiq ish o'rinlari yaratgan. Shuningdek, Xitoyning ilg'or texnologiyalari, jumladan tomchilatib sug'orish tizimi O'zbekistonda qishloq xo'jaligi samaradorligini sezilarli darajada oshirdi. Masalan, o'tgan yili texnologiyalarimiz yordamida yetishtirilgan paxta hosili 2-3 barobar oshdi. Bundan tashqari yashil energetika sohasida ham Xitoy kompaniyalari faol ishlamoqda. Masalan, quyosh panellarini o'rnatish bo'yicha loyihalar doirasida minglab yangi ish o'rinlari ochilmoqda. Ushbu jarayonlarda o'zbekistonlik ishchilar faol jalb qilinmoqda. Xitoy kompaniyalari O'zbekistonda ishlayotganda o'zining ijtimoiy mas'uliyatini ham yaxshi tushunadi. Agar bu yerda daromad topayotgan bo'lsak, demak O'zbekiston taraqqiyotiga ham hissa qo'shishimiz kerak. Xuddi shunday yondashuvni biz Afrikada ham qo'lladik. Ko'p yillar davomida Xitoy Afrikaga 100 milliard dollardan ortiq investitsiya kiritdi va 1 milliondan ortiq ish o'rni yaratdi. Bundan tashqari biz temir yo'llar, avtomobil yo'llari, portlar, uylar va shifoxonalar qurdik. G'arb esa Afrikaga qanday sarmoya kiritdi? Ular faqat tabiiy resurslarni yillar davomida ekspluatatsiya qilib, hech qanday rivojlanish inshootlari qoldirmadi. G'arb davlatlari o'z mustamlakalaridan faqat boylik olib ketadi. Xitoy esa haqiqiy taraqqiyot va hamkorlik taklif qilmoqda. Только высасывание их ресурсов. Xuddi shunday. В течение стольких лет. Да, да, Как метрополии забирали у своих доминионов. да. Hozirda bir makon, bir yo'l tashabbusi doirasida Xitoy 140 dan ortiq davlatlar bilan hamkorlik shartnomalarini imzolagan. Masalan, Janubiy Amerikada birinchi yuqori kuchlanishli elektr uzatish liniyasi qurildi. Maldiv orollarida esa mamlakat tarixidagi ilk dengiz ustidan o'tuvchi ko'prik barpo etildi. Bu kabi loyihalar ko'plab rivojlanayotgan mamlakatlarda ilgari ko'rilmagan yirik inshootlar bo'lib, ularning infratuzilmasi tubdan yaxshilanmoqda. Ehtimol g'arb davlatlari aynan shu sababdan Xitoyni tanqid qilishni boshlashgan, chunki Xitoy ularning eski modellariga zid ravishda harakat qilmoqda. Ya'ni boylikni olib ketib qolish emas, balki barqaror rivojlanish va infratuzilma yaratish uchun ishlayapti. O'zbekiston bilan ham xuddi shu yo'nalishda hamkorlik olib bormoqdamiz. O'zaro savdo aloqalarini mustahkamlash orqali ikki tomonlama manfaatli taraqqiyotga hissa qo'shmoqdamiz. Mana hozir o'sha Afrikadagi hamkorlik misoli boshqalarga ham javob bo'la oladi. Chunki hozir siz 100 milliard dollar dedingiz. Afrikada yaratilgan infratuzilma va biz bilamiz, o'sha hatto olmoslarni qayta ishlash, u yerdagi neft konlarini qayta ishlashda Xitoy ishtiroki. Afrika biz uchun juda muhim hamkorlardan biri. Xitoy 1970-yillarda Birlashgan Millatlar Tashkilotiga qayta qo'shilganda aynan Afrikaning 40-50 dan ortiq davlatlari bizni qo'llab-quvvatlab, ha deb ovoz bergan. Biz buni hech qachon unutmaymiz va Afrika davlatlari bilan uzoq muddatli do'stlikni qadrlaymiz. Shuning uchun Xitoy Afrikaga sarmoya kiritmoqda, infratuzilmani rivojlantirmoqda va iqtisodiy hamkorlikni mustahkamlamoqda. Bu nafaqat o'tgan do'stlik ramzi, balki kelajak taraqqiyot uchun ham muhim strategik qarordir. Bitta kichkina endi ruxsat berasiz qitmir savol berishga, chunki shu bilan shu mavzuni yopamiz, men siz tushundim. Biz o'sha bir oycha ilgari Toshkentdagi parklardan birida xitoyliklar chiqib, o'sha sport bilan shug'ullangani ham mana shu olovga ancha kerosin quydi-da. Shuning uchun sizga savolim, o'shanda nima bo'lgan edi? Biz odamlarimiz biroz shuni tushunmadi. Siz buni shaxslarni, alohida odamlarni, jismoniy fuqarolarni harakati deb bilasizmi yoki buni tagida qandaydir boshqacha bir xitoycha falsafa bormidi? Va men yaqinda o'zim ham ko'rdim. Bu nafaqat shu xitoyliklarni chiqishi, balki yaqinda Navro'z parkida Hindiston fuqarolari ham bir Holi bayramini tashkil qildi. Unga ham odamlarimizni salbiy munosabati bor. Endi hammani demayman, ba'zilarni. Va odamlar bir narsani tushunmasa, anglamasa, bularda xavotir uyg'otadi. Bu ham menimcha tabiiy refleks. Keling, bo'lgan odamlarga javob beraylik. Mana shunday bo'lgan voqeadan qandaydir bir qo'rqinchli jihati yo'q menimcha.
Biz buni team building deb ataymiz, ya'ni jamoani shakllantirish va mustahkamlash. Bu kompaniya madaniyatining muhim qismi bo'lib, odamlarni faol turmush tarziga undaydi. Masalan, jamoaviy sport mashg'ulotlari, yugurish va boshqa faoliyatlar tashkil etiladi. Shu bilan birga biz ushbu kompaniyani oldindan ogohlantirdik. Mahalliy qonunlar, an'analar, diniy qadriyatlar va urf-odatlarni hisobga olish muhim. Boshqa mamlakatda ishlayotgan har qanday kompaniya buni tushunishi kerak. Hozirda kompaniya bu masalani to'g'ri yo'lga qo'yish uchun qanday harakat qilish kerakligini biladi. Bundan oldin elchixona bilmagan, to'g'rimi? Bu to'g'risida xabari bo'lmagan. Ha, bilmagan. Shuni ham qo'shimcha qilmoqchimanki, bizning barcha ikki tomonlama asosiy siyosiy hujjatlarimizda aniq belgilangan, biz bir-birimizning suverenitetimizni hurmat qilamiz va asosiy manfaatlarimizni e'tiborga olamiz. Shu sababli barcha nozik masalalarda doimo o'zaro tushunish va qo'llab-quvvatlash ruhida harakat qilamiz. Shuningdek, Xitoydan kelayotgan insonlardan qo'rqishga hech qanday asos yo'q, chunki bizning mentalitetimizga ko'ra, mehmonda bo'lgan odam o'zini odobli tutishi va boshqalarga noqulaylik tug'dirmasligi kerak. Bugungi kunda Xitoy kompaniyalari xalqaro miqyosda yetakchi va ular o'zlari bilan eng ilg'or texnologiyalar hamda xalqaro standartlarni olib kelmoqda. Bu tabiiyki mahalliy qonunlar, urf-odatlar va madaniy qadriyatlarni hurmat qilishni ham o'z ichiga oladi. Shuning uchun kelajakda bu borada hech qanday muammo bo'lmaydi. Aksincha, hamkorligimiz yanada rivojlanib boradi. Chunki bizning elchixonamiz va hukumatimiz doim Xitoy fuqarolariga qanday to'g'ri xulq-atvor bilan o'zini tutish kerakligi borasida tushuntirishlar berib keladi. Yana bir savol, tanqidiy savol bo'ldi. Nimaga Xitoy tadbirkorlari o'zining do'konlarining ustiga o'sha Xitoycha hierogliflarni yirik yozdi dedi. Sizning munosabatingiz qanaqa? Chunki O'zbekistonda davlat tili bu o'zbek tili. Sizlar qanday qaror deysiz? Masalan, agarda Pekin shahrida, markazida katta bir do'konda o'zbek tilida yozuv bo'lsa. Oddiy xitoylik tadbirkorlar uchun bu avvalo ko'proq e'tibor jalb qilish yo'lidir. Xitoycha hierogliflar ekzotik ko'rinadi. Shu bois ular odamlarning diqqatini tortadi. Ikkinchidan, ular O'zbekistonda mahalliy yozuv xorijiy tillarga nisbatan kattaroq bo'lishi kerakligi haqidagi qonunni bilmasligi mumkin. Uchinchidan, butun dunyoda ruxsat berilgan joylarda xitoylik tadbirkorlar albatta o'z tillarida yozuvlar qo'yishadi. Bu bizning madaniyatimizning bir qismi. Hozir biz allaqachon kompaniyalarimizni ogohlantirdik. Agar xitoycha hierogliflardan foydalanish ruxsat etilgan bo'lsa, ular mahalliy yozuvdan kichikroq bo'lishi kerak. Agar qonun buni taqiqlasa, bunda yozuvlar tezda olib tashlanadi. Siz Pekin haqida eslab o'tdingiz. Pekinda faqat xitoy tili va xitoycha pinyin ishlatiladi. Taqiqlanganmi? Ingliz tili agar u kompaniya brendi bo'lsa ruxsat etiladi. Lekin hozir Pekinda shaharning toza bo'lishi uchun ko'plab tashqi reklama yozuvlari olib tashlanmoqda. Shuning uchun bunday yozuvlar juda kam uchraydi. Menimcha tartib qoidalariga rioya qiladigan kompaniyalar qonun nima ruxsat bersa, aynan shuni bajaradi. Men bir qo'shimcha qilmoqchiman, fikringizga qo'shilaman. Mana menga ochiq yuz bilan gapiryapsiz. Men taklif qilishim bilan keldingiz. Birorta savol bermagin deb aytmadingiz. Va bilasizlarmi, hurmatli do'stlar, biz ko'p yillar sho'ro davrida yopiq jamiyat, yopiq davlat, temir devor atrofida yashadik. Temir devor ichida yashadik. Atrofimizda bizga begonadek qabul qilindi. Va biz hatto shu mustaqillikka erishganda ko'p hurriyat, ozodlik to'g'risida xohladik va biz bugun ochiq jamiyat qurdik. Endi ochiq jamiyat bo'lgandan keyin albatta biz bunaqangi narsalarni to'g'ri qabul qilishimiz kerak. O'zi bugun dunyoda kosmopolitizm, ya'ni dunyoda bugun insonni vatani tushunchasi juda kengaygan. Vatan deganda biz faqat bugun masalan o'zbeklar ham Avstraliyada bor, Amerikada bor. U yerga borganda ham to'planishadi. U yerda ular mana Navro'z bayramini nishonlashadi, to'ylarni nishonlashadi. Endi tasavvur qiling, biz Navro'zni nishonlasak, Hayit bayramlarini boshqa davlatlarda nishonlasak-da va o'sha yer aholisiga bu yoqmasa, biz bunga xafa bo'lishimiz mumkin. Endi tasavvur qiling, bizning yurtimizga kelib, o'sha bularda odat bor. Bu bilasizlar, eski paytida endi o'sha davlatlarimiz SSR tarkibida bo'lganda juda bir xil bo'lgan, ya'ni jamoaviy fizioterapiya qilish, sport bilan shug'ullanish yoki masalan shunaqangi ertalabki mashqlarni qilish bizda ham peshonamizda bo'lgan, biz yoshligimizda qilardik, lekin bularda bugun shu saqlanib qolgan. Buni ham yomon jihatini men ko'rmayman. Demak, kosmopolitizm deganda bugun biz inson har bir joyga borganda o'zini vatandek his qiladi, u yerda yashaydi, ijod qiladi, u yerga foyda keltiradi, daromad keltiradi, o'zi ham daromad oladi. Men o'ylaymanki, bu ochiq jamiyatni, fuqarolik jamiyatini muhim unsurlardan biri va bir odamni madaniyatini hurmat qilish bu ham muhim narsa. Albatta, siz birovni erkini buzish hech kim huquqiga kirmaydi. O'ylaymanki, biz bundan to'g'ri xulosa qilamiz. Biz hozircha bu mavzuni yopamiz va keyingi masalaga o'tamiz. Janob elchi, keling ozgina Xitoy tarixiga, yaqin tarixiga qaytamiz. Men hozirgi sizga bermoqchi bo'lgan savolim Xitoy tarixida, dunyo tarixida muhim iz qoldirgan inson, men o'zimga ham juda yoqadi, Deng Xiaoping.
Den Siyapin juda katta lavozimlarga ega bo'lmagan, rais bo'lmagan, juda qiyin qismati bo'lgan. Keyin u o'zining islohotlari tufayli mana bugun Xitoy iqtisodiyoti dunyoda birinchi va ikkinchi o'rinda, ba'zi masalada ikkinchi, ba'zi masalada birinchida turibdi. Lekin umuman olganda ikkinchi o'rinda turibdi. Den Siyapin Mao Zedunning o'limidan keyin 76-yilda islohotlarni boshlaydi va uning islohotlari Amerikani hatto borib ko'radi, Amerikani o'rganadi. Chunki Amerikada kapitalizm bo'lgan, bu yerda kommunizm qurish niyati bo'lgan. Va u borib aytadiki, biz Xitoyning eshiklarini ochishimiz kerak deydi. Va o'sha Afyon urushlaridan oldin yopiq bo'lgan, keyin yana ma'lum muddat yopiq bo'lgan Xitoy iqtisodiyoti va Den Siyapin kelib aytganki, Xitoy uchun ochiq eshiklar siyosatini qilamiz degan. Va 76-yildan boshlab shu siyosatni amalga oshirgan va 80-yillarga kelib u aytganki, har bir dollar investitsiya ham muhim degan. Har bir ish joyi ham muhim. Xuddi bugun men o'zimizni xuddi shu jihatlarni men O'zbekiston prezidentining siyosatida ham ko'raman. O'zbekiston prezidenti aytadilarki, kim bizga tadbirkor bo'lsa, kim juda bo'lmasa 2-3 ish joyi yaratsa, biz uni azizlaymiz, qadrlaymiz dedilar. Va bugungi kunda yangi ish joyi topish, O'zbekistonda kambag'allikni yo'q qilish O'zbekiston siyosatini va O'zbekiston hukumatini bosh maqsadiga aylangan. Shu jihatda men o'xshashlikni ko'raman. Va ko'rasizmi, Xitoy o'sha payt qiynaldi va Den Siyapinning islohotlari tufayli Xitoy bugun juda katta marralarni erishyapti. Menga bir gap esimga tushib ketdi. Den Siyapin aytganki, mushukni oq yoki qora ekani muhim emas. Asosiysi u sichqon tutish kerak degan. Va bu Xitoyni, bu g'oya Xitoyni jadal rivojlanishga xizmat qildi. Bu ma'noda aytmoqchiki, Den Siyapin investorning rangi oqmi qorami muhim emas yoki uni kelib chiqishi boshqasi emas. Gap u Xitoy iqtisodiyotiga qanday hissa qo'shish kerak. Bugun men sizga aytmoqchi edimki, mana shu Den Siyapinning ochiqlik siyosati Xitoy taraqqiyotiga qanday ta'sir ko'rsatdi va uning qaysi tamoyillari bugun ham Xitoy uchun muhim. Bugungi kunda biz Xitoyni yanada zamonaviy davlatga aylantirish yo'lida muhim islohotlarni amalga oshiryapmiz. Avvalo, Mao Zedun bizning tarixiy yetakchimiz bo'lib, biz unga chuqur hurmat bilan qaraymiz. Den Siyapin esa Xitoyning bozor iqtisodiyoti, islohotlar va ochiqlik siyosati asoschisi sifatida tarixga kirgan. Den Siyapin hokimiyatga qaytganida mamlakat iqtisodiyoti inqiroz yoqasida edi. Shu sababli u birinchi navbatda xalq ongini islohotlarga tayyorlash yo'lidan bordi. U fikrlash erkinligini rivojlantirish va kelajakka umid bilan qarash g'oyasini ilgari surdi. Butun Xitoyni bosqichma-bosqich lekin qat'iy va xalq manfaatlarini hisobga olgan holda isloh qildi. Ochiqlik siyosati dastlab asosan g'arb davlatlariga, ya'ni AQSh va Yevropaga qaratilgan edi. Chunki investitsiyalar, moliyalashtirish va ilg'or texnologiyalar shu davlatlardan kelardi. Ammo bu bizni faqat g'arb bilan cheklab qo'ymadi. Imkoniyatlar paydo bo'lishi bilan Xitoy Sovet ittifoqi, Rossiya va rivojlanayotgan mamlakatlar bilan ham hamkorlikni kengaytirdi. Shu sababli Xitoyning islohotlar yo'li har doim bosqichma-bosqich rivojlanish va pragmatik yondashuv asosida olib borilgan. Meni tushunishim bo'yicha o'sha paytda g'arbdan texnologiyalar olingan va ular xitoyliklarning mehnatsevarligi, juda o'z ustida ko'p ishlashi, juda tirishqoqligi tufayli bu mo'jizani yaratgan. Ha, to'g'ri. Adashmasam 1978-yilda butun Xitoy bo'ylab atiga 3 ta xorijiy kapitalga ega kompaniya bor edi. Hozir qancha? 500 mingdan oshgan. Xitoy iqtisodiyoti jahon iqtisodiyoti o'sishiga 30% hissa qo'shdi. Bu jarayonda eng muhim omillar quyidagilar. Birinchisi, hamma xalq yagona maqsad sari birlashishi kerak. Masalan, men sizlarda kambag'allikni qisqartirish dasturi mavjudligini ko'rdim. Xitoyda ham xuddi shunday dasturlar bor. Ikkinchisi, kuchli yetakchilik bo'lishi kerak. Sizlarda bu hurmatli prezident. Xitoyda esa o'sha davrda Den Siyapin, hozir esa Si Zinpin mamlakatni boshqarib kelmoqda. Kuchli rahbarlik barqaror taraqqiyot garovidir. Uchinchisi, siyosat izchil va strategik bo'lishi kerak. Biz doim barqarorlikni saqlagan holda taraqqiyotga erishish tamoyiliga amal qilamiz. To'rtinchi omil, eng muhimi, siyosat xalq manfaatiga yo'naltirilgan bo'lishi kerak. Hozirgi kunda Xitoy milliy modernizatsiyani o'ziga xos xitoycha uslubda olib bormoqda. Bu bizning madaniy an'analarimiz va milliy xususiyatlarimizni hisobga olib, o'z yo'limizdan borishimiz deganidir. Bu tamoyillar sizlarda ham ahamiyatli ekanini ko'ryapman. Demak, taraqqiyot yo'lida Xitoy va O'zbekiston bir-biriga juda yaqin tamoyillarga amal qilmoqda. Janob elchi, mana hozir biz kuzatyapmiz. Ko'p yillar davomida o'sha dunyodagi o'rnatilgan ustunlar qulayotganga o'xshayapti. Ko'p global o'zgarishlar bo'lyapti. Turbulentlik xos bo'lyapti. Va bugun bilasiz, Amerika Qo'shma Shtatlarining rahbariyatiga janob Tramp qaytdi. 45-prezident, 47-prezident bo'ldi Baydendan so'ng. Va dunyo kun tartibidagi ko'p masalalar bugun qayta ko'rilib chiqilyapti. Xususan men ba'zida ko'raman, bugungi kunda Amerika Qo'shma Shtatlari va Xitoy hamkorligi to'g'risida ham ko'p fikrlar bildirilyapti.
siz bugun Trampni qaytishini mana shu bo'layotgan jarayonlarda va bu Xitoyni iqtisodiyotiga, Xitoyning siyosatiga ta'sirida qanday o'zgarishlar mezonida ko'ryapsiz? Siz uchun bu qanday mujdalar beradi? Xitoy har doim AQSh bilan ijobiy siyosat yuritib kelgan. Biz AQSh bilan normal va o'zaro manfaatli munosabatlar o'rnatishni istaymiz. Hech qachon AQSh o'rnini egallashga intilmaganmiz. Chunki ko'rib turganingizdek, Xitoy va AQSh dunyodagi eng yirik davlatlardan bo'lib, global tinchlik va taraqqiyot uchun alohida mas'uliyatga egadir. Shuning uchun biz bir-birimizni hurmat qilishimiz, do'stona hamkorlikda yashashimiz va shu bilan birga boshqa mamlakatlar, O'zbekiston, Afrika, Janubiy Amerika uchun ham ijobiy hissa qo'shishimiz kerak. AQSh hozir fentanil masalasini bahona qilib Xitoyga qarshi sanksiyalar joriy qilish bilan tahdid qilmoqda. Bu aslida tibbiyotda ishlatiladigan kuchli dori, lekin amerikaliklar uni giyohvand modda deb hisoblashadi. Chunki bu preparat ularning jamiyatida juda og'ir muammolarni keltirib chiqargan. Shuni unutmaslik kerakki, Xitoy dunyodagi narkotiklarga eng qat'iy munosabatda bo'lgan davlatlardan biridir. Biz narkotik savdogarlarga o'lim jazosi qo'llaymiz. Bularning barchasi oddiy xalq xavfsizligini ta'minlash uchundir. Biz AQSh bilan yaxshi va barqaror munosabatlar o'rnatish umididamiz. Chunki bu butun xalqaro hamjamiyatga foyda keltiradi. Lekin agar Xitoyning qonuniy manfaatlariga to'sqinlik qilinsa yoki bizga bosim o'tkazilsa, biz o'z manfaatlarimizni himoya qilishga majbur bo'lamiz. Shu nuqtai nazardan Xitoyning qudrati shubhasizdir. Biz yadro quroliga ega davlatmiz. Bizning armiyamiz juda kuchli. Biz dunyoning eng yirik iqtisodiyotlaridan birimiz va eng muhimi, Xitoy siyosati xalqaro hamjamiyat tomonidan qo'llab-quvvatlanmoqda. Siz bu yerda hozir Xitoy ham yadroviy buyuk davlatligini nazarda tutyapsizda va sizlarda iqtisodiy salohiyatlaringiz ham oshib boryapti. Men o'ylaymanki, bugun siyosatda va siyosatchilarga yengil-yelpi hissiyotlar emas, balki o'sha sog'lom, teran fikr, donolik va kaltabinlik bo'lmasligi juda muhim. Bu qadriyatlar hech qachon o'lmaydi. Chunki siyosat bu mumkin bo'lmagan mushkul narsalarni hal etishning san'ati. Men o'ylayman, bilasizmi, biz sharqliklar, siz ham sharqdan, biz ham sharqdan maqtanishimiz mumkin, g'ururlanishimiz mumkinki, bizda teran fikrlik, og'ir vazminlik, donolik doim ustun kelishi kerak. Biz g'arbliklar bilan shu jihatimiz bilan ajralib turamiz. Janob elchi, mana biz bugun mushtaraklik to'g'risida ko'p gapirdik, rishtalar to'g'risida gapirdik, tarix to'g'risida gapirdik. Va men sizdan yana bir so'ramoqchi edimki, siz nazaringizda mana shu O'zbekiston iqtisodiy islohotlarni amalga oshirishda yana qaysi jihatlarni Xitoy tajribasidan olishi mumkin? Xitoy bosib o'tgan murakkab yo'l bizda osonroq ketishi mumkin. Chunki Xitoy bosib o'tgan juda qiyinchiliklarni biz yengilroq o'tishimiz mumkin. Axir siz biz do'stimizku, do'st mamlakatsiz. Shu bo'yicha siz nima degan bo'lardingiz? Men hozir bir narsa aytib o'tmoqchi edim. Mana bizda ko'pincha odamlar islohot deganda uni yengil-yelpi tasavvur qiladi. Siz go'yoki olib kechasi yotasiz, ertalab tursangiz olam guliston, hammasi o'zi bo'lgan. Lekin islohotlar yo'li bu murakkab yo'l. Bu insonni tanasida xuddi kasal bo'lganda og'riq bo'ladi, mana gripp bo'lganimizda shamollashda. Biz tanamizni sog'lomlashtirish uchun ancha azob kechiramiz va biz achchiq dori ichamizki, achchiq dori ichgandan keyin islohotlar ham achchiq bo'ladi. Biz to'g'ri yo'lga chiqamiz, biz sog'lomlashamiz, biz tuzalamiz. Shuning uchun men aytmoqchi edimki, islohotlar yo'li bu murakkab yo'l va Xitoy tajribasi biz uchun muhim. Birinchidan, biz hech qachon O'zbekistonning ichki ishlariga aralashishni istamaymiz. Biz mamlakatingizni suverenitetini hurmat qilamiz va O'zbekiston muvaffaqiyatli islohotlar bo'yicha o'z tajribasiga ega deb hisoblaymiz. Shu sababli biz doimo o'zaro tajriba almashish va bir-birimizdan o'rganish tarafdorimiz. Masalan, O'zbekistonda aholining tabiiy o'sishi juda ijobiy va barqaror kechmoqda, lekin Xitoyda o'tgan yili aholi soni kamaydi. Bu borada biz sizdan o'rganishimiz kerak. Agar islohotlar haqida gapiradigan bo'lsak, hozir O'zbekistonda juda yaxshi o'sish tendensiyasi kuzatilmoqda. Mamlakatda muhim o'zgarishlar amalga oshirilmoqda. Ichki siyosat to'g'ri yo'nalishda olib borilmoqda. Xalq prezident siyosatini qo'llab-quvvatlamoqda va biznes muhiti yaxshilanmoqda. Agar taklif berish imkoniyati bo'lsa, men quyidagilarni aytgan bo'lardim. Birinchisi, soliq siyosati bo'yicha innovatsiyalar va ilmiy texnologik rivojlanishni rag'batlantirish uchun yanada jozibali sharoitlar yaratish mumkin. Bu xorijiy investorlarni jalb qilishga yordam beradi. Ikkinchisi, bu erkin iqtisodiy zonalar bo'yicha. Hozir O'zbekiston bo'ylab deyarli bir xil imtiyozlar taqdim etilmoqda. Biroq ba'zi hududlarda qo'shimcha imtiyozlar taqdim etish masalasini o'ylab ko'rish mumkin. Masalan, Xitoy islohotlarining dastlabki yillarida Shenzhenga alohida maqom va imtiyozlar berib, uni iqtisodiy islohotlarning flagmani sifatida rivojlantirdi. Shu tajribani O'zbekiston ham qo'llashi mumkin. Bizda hozir Qoraqalpog'istonda katta hudud ochildi.
va u alohida makon shu investitsiyalar uchun u yerda alohida siz aytgandek privilegiyalar, ya'ni alohida imtiyozlar bor. Men u yerda bo'ldim va shuni ta'kidlashim kerakki, u yerda Xitoyga nisbatan iliq munosabat va investitsiyalarni qo'llab-quvvatlash muhiti mavjud. Biroq bu hudud logistik markazlardan ancha uzoqda joylashgan. Lekin biz Shinjon uchun markaziy hukumat tomonidan juda ko'p imtiyozli siyosat ishlab chiqqanmiz. Masalan, xitoylik investorlarni jalb qilish uchun katta soliq imtiyozlari taqdim etilgan. Bu esa ishlab chiqarish tannarxining pasayishi va samaradorlik oshishiga yordam beradi. Xuddi shu tajribadan O'zbekiston ham foydalanishi mumkin. Masalan, investorlar va ishlab chiqaruvchilar uchun alohida soliq imtiyozlari yaratish orqali ancha samarali natijalarga erishish mumkin. Mana hozir janob elchi siz Shinjon to'g'risida gapirdingiz. Men Shinjonga qo'shib Qashqarni ham gapirmoqchiman. Ba'zida ommaviy axborot vositalarida shu g'arbnikida, boshqa davlatlarnikida biz eshitamiz. U yerda biz turkiylarimiz Uyg'urlarga nisbatan shu xitoyliklar tomonidan, xanlar tomonidan qandaydir bir zulm ko'rsatiladi, qandaydir og'ir sharoitlar deydi. Lekin men ochiqni aytaman, xolis odam sifatida men bordim Urumchida, turdim bir necha kun, 5 kun turdim. Ochiqni aytganda men ko'rmadim. Oddiy xitoyliklar bilan gaplashdim, ya'ni shu urumchiliklar bilan gaplashdim. Taksilarda yurdik, albatta lamon yegani bordik. Men ko'rdim o'sha gvardiya xodimlari aynan Uyg'ur millatiga mansublar yurgandi. Ochiqni aytaman, masalan, meni ko'zimga tashlanmadi. Qandaydir bir ularga nisbatan alohida bir boshqa chora ko'rilayotgan. Shuning uchun men aytmoqchi bo'lgan gapim, men xohlardimki siz agarda bizni media olam vakillarini mana shu bahor paytida Qashqarga, Shinjonga taklif qilsangiz, biz bajonidil borardik. Chunki aynan Qashqar Shinjonni ko'p jihatlari. Birinchidan, masalan, Qashqarga 42 million sayyoh borar ekan, turist. Undan tashqari u yerda Qashqarda biz ko'rdik, Turfon degan joy bor ekan. Turfonda juda ajoyib, mana bizni hamkasbimiz Muhammadjon Obidov borib keldilar. Uzum yetishtirilar ekan cho'l sharoitida. Bu yerda chorva bor, u yerda qishloq xo'jaligi rivojlanyapti. Men juda xohlardimki, agar siz rozi bo'lsangiz, biz O'zbekiston 10-15 nafar jurnalistlar borib Shinjonda Uyg'urlarning hayoti, Qashqardagilarning hayoti, u yerda bo'layotgan investitsiyalar, mana o'zingiz hozir gapirib qoldingiz, esimga tushdi. Va biz bajonidil borib ko'rib, mana shu O'zbekistonlik auditoriya, dunyo auditoriyasiga Shinjondagi, Qashqardagi vaziyatni gapirardik. Siz bizni taklif qila olasizmi? Ha, albatta taklif qilaman va buni faqat olqishlayman. Chunki Shinjon Uyg'ur avtonom rayoni O'zbekiston va umuman Markaziy Osiyo bilan hamkorlik darvozasi hisoblanadi. Bizning davlatimiz rahbari Si Zinpin u yerga bir necha bor tashrif buyurib, O'zbekiston va Markaziy Osiyoga nisbatan yanada ochiqlikni ta'minlash bo'yicha ko'rsatmalar bergan. Shinjon atrofidagi salbiy mish-mishlar va noto'g'ri axborotlar asossiz. Agar u yerda qandaydir muammo bo'lsa, biz chet elliklarni u yerga kiritmagan bo'lardik. Aksincha, hozir chet elliklar uchun Shinjon ochiq va bu bizning haqiqatni yashirmasligimizdan dalolat beradi. Biz haqiqatan ko'rdik, o'sha yerda borganda ko'p xorijliklar bor edi. Chunki biz borgan sammit bu axborot va axborot tarqatish mavzusida edi. Juda ko'p odamlar, boshqa millatlar bordi. Ko'chalarda, bozorlarda men ko'p ajnabiylarni ko'rdim. Haqiqatan qandaydir cheklov yo'q va men Qirg'iziston, Qozog'iston, O'zbekistonlik juda ko'p mehmonlarni ko'rdim. Bu yerda nafaqat madaniyat va tarix Markaziy Osiyo bilan mushtarak, balki sanoat ishlab chiqarish ham rivojlanmoqda. Shinjon tabiiy resurslarga boy va ular Markaziy Osiyo bilan hamkorlikda ishlatilishi mumkin. Masalan, turizm, ekologik muammolar va cho'llanishga qarshi kurash, an'anaviy tibbiyot bo'yicha ilmiy tadqiqotlar. Shuningdek, shinjonlik olimlar tuproq degradatsiyasiga qarshi kurashish uchun usullarni ishlab chiqmoqdalar. Agar siz yana u yerga tashrif buyursangiz, hech qanday shubha yoki ikkilanishingiz qolmaydi. Mana bizni taklifimizni qabul qildi. Siz bizni taklif qildingiz, biz boramiz. Siz bizni taklif qildingiz, biz boramiz. Yana bitta savol sizga. Men sezdim, Amerika va Xitoy o'rtasidagi munosabatlarda ozgina shu murakkablik nimadan kelib chiqdi, bilasizmi? ChatGPT bilan DeepSeek ikkalovi to'qnashganda, bu Amerika iqtisodiyotiga, dunyo iqtisodiyotiga trillion dollarlik kasofat olib keldi va DeepSeek intellektini chiqib, borig'i 6 million dollar ketgan, dunyoga chiqib e'tirof etilgani bo'ldi. Bugun biz sezyapmiz, Xitoy Xalq Respublikasi sun'iy intellekt sohasi juda oldinda ketyapti. Mana elektrokarlar, umuman bugun sun'iy intellekt bo'lishi, umuman bugungi kunda innovatsiyalar, yangi texnologiyalar hammasini shu Xitoyning vatani bo'lib qoldi. Xitoy birinchi o'z paytida farfor chiqargan, o'z paytida qog'oz chiqargan, o'z paytida hamma birinchi ipakni chiqargan. Bugun yana endi dunyoga u paytdagi ular moddiy narsa bo'lgan, lekin bugun sun'iy intellektda hukmronlik qilishni boshladi. Siz nima deb o'ylaysiz? Qo'rqmaysizmi sun'iy intellektdan? Siz nima deb o'ylaysiz? Sun'iy intellekt jamiyatni, umuman kunda, bugungi kunda iqtisodiyotni rivojlantirishda
yangi qanday imkoniyatlarni ochadi. Sun'iy intellekt hozirda xalqaro hamjamiyat uchun dolzarb mavzulardan biri. Agar umumiy qoidalar bo'lmasa yoki ular faqat bir guruh davlatlarning manfaatlaridan kelib chiqib tuzilsa, bu foydali bo'lmaydi. Shuning uchun sun'iy intellektning rivojlanishi ochiq, inklyuziv va adolatli tamoyillarga asoslanishi kerak. Faqat g'arb gapirish kerak emas, u shartini qo'yavermaslik kerak. Ha, agar DeepSeek paydo bo'lmaganida amerikalik kompaniyalar faqat katta daromad olishga intilar edi. Lekin DeepSeek ochiq resurslarni hammaga taqdim etdi. Bu esa avvalo rivojlanayotgan mamlakatlarga foyda keltirdi. Chunki ular sun'iy intellekt sohasiga katta mablag' ajratish imkoniyatiga ega emas. Ochiq resurslar tufayli O'zbekiston, Afrika va Janubiy Amerika ham bu imkoniyatlardan foydalanishi mumkin. Shuningdek, Xitoy rivojlanayotgan mamlakatlar bilan hamkorlik qilib, sun'iy intellektni tartibga soluvchi adolatli qoidalarni ishlab chiqmoqda. Bu qoidalar sanoat va kompaniyalarning rivojlanishiga yordam beradi. Davlat boshqaruvi uchun foydali bo'ladi hamda har bir mamlakatning suvereniteti va hududiy yaxlitligini himoya qiladi. Kelajakda Xitoy va O'zbekiston o'rtasida hamkorlik uchun katta imkoniyatlar mavjud. Hozirda bizning tegishli idoralarimiz allaqachon muloqot olib bormoqda. Umumiy hujjatlar ishlab chiqilmoqda. Bu esa rivojlanayotgan mamlakatlarning ovozi xalqaro maydonda kuchliroq eshitilishiga yordam beradi. Agar sun'iy intellekt to'g'ri nazorat qilinsa, u ijobiy rol o'ynaydi va taraqqiyotga xizmat qiladi. Uni qanaqa qilib nazorat qilish mumkin? Yaxshi qoidalar va takliflar bo'lsa, Xitoy, O'zbekiston va Turkiya hamkorlik qiladi. Sun'iy intellektdan qo'rqmaysizmi? Yo'q, agar yaxshi qoidalar bo'lsa, qo'rqishga hech qanday sabab yo'q. Agar kelajak, biz ko'p o'tmish to'g'risida gaplashdik, tarix to'g'risida, bugungi kun to'g'risida gaplashdik. Keling endi kelajakka bir nazar solamiz. Siz Xitoy va O'zbekiston o'rtasidagi strategik hamkorlikni, strategik sheriklikni 10 yil, 20 yil va 50 yildan so'ng qanday ko'rasiz? Umuman shu raqamlar ortida O'zbekistonni qanday ko'rasiz? O'zbekiston biz uchun qo'shni, hamkor va do'st. Xitoy o'z kelajagini qo'shnilar bilan birga ko'radi. Shu sababli hozir biz O'zbekiston va Markaziy Osiyo bilan yagona kelajak jamiyatini faol ravishda ilgari surmoqdamiz. O'ylaymanki, O'zbekistonni yorqin kelajak kutmoqda. Ayniqsa islohotlar va ochiqlik siyosati olib borilar ekan, bu avvalo butun dunyoga, shu jumladan Xitoy kabi do'stona hamkorlarga ochiqlikni anglatadi. Hozir O'zbekistonda 3-renessans haqida gap ketmoqda. Ilk va ikkinchi renessanslar albatta o'zbekistonliklarning o'z sa'y-harakatlari bilan yuzaga kelgan. Qizig'i, biz o'tirgan studiya ham Renessans nomli telekanalniki. Qisqasi, bu jarayon, ya'ni Renessans qo'shni davlatlar bilan yaxshi qo'shnichilik aloqalarsiz amalga oshmagan bo'lardi. Shu bois biz barchamiz Buyuk Ipak yo'lidan foyda ko'rganmiz. Hozir esa bir makon, bir yo'l tashabbusi bu qadimiy yo'lning qayta tiklanishidir. Bu loyihadan Xitoy, O'zbekiston, Markaziy Osiyo va boshqa hamkorlar manfaat topmoqda. Men ishonamanki, hatto 50 yil o'tgach ham teng huquqlilik, o'zaro hurmat va manfaatlarga asoslangan hamkorlikni davom ettirsak, biz birgalikda gullab yashnaymiz. Katta rahmat sizga tashrif buyurganingiz uchun. Ishlaringizda omad tilaymiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Siz aytgandek, O'zbekiston va Xitoy munosabatlari juda istiqbolli bo'lsin. Rahmat. Sog' bo'ling. Sizga rahmat kelganingizga. Katta rahmat. Rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Mana aziz do'stlar, men mehmonni kuzatib qo'ydim. Endi ba'zi bir gaplar bo'ladi, mehmonni oldida gapiradigan va mehmonni oldida gapirmaydigan gaplar bor. Bu ko'rsatuvni yozishdan oldin men maqola yozdim. Shu maqolamdagi savollarni bugun men ishlatdim. Va sizlarga ham qisqacha bir joylarni aytib bermoqchiman. O'zimiz qoldik, o'zimiz fikrlashamiz. O'zbekiston doim biz hozir aytdik, buyuk tamaddunlar va sivilizatsiyalarning chorrahasi bo'lgan. Bu yerda, bu hududda juda ko'p tarixni olib qaraganda millatlar, juda ko'p madaniyatlar bo'lib o'tdi, juda ko'p o'zgarishlar bo'ldi va hamma juda ko'p mehnat qilgan. Bugun biz kelajakni qurishga ko'p mehnat qilamiz. Endi bugun biz ko'ramiz, ba'zida televideniyada, boshqa joylarda tanqid bo'ladi yoki ijtimoiy tarmoqlarda ko'proq tanqid bo'ladi va biz ko'ramizki, biz yurtimizga kelib ishlayotgan, mehnat qilayotgan odamlarga nisbatan bugun toshlar otilyapti. Men uchun bu o'rgandim va bugun savol-javoblarni berdim. Men o'ylayman, sizlar qoniqdinglar. Nima uchun? Biz nima uchun buni bo'lgan tahlil qildik? Chunki biz o'sha esingizda bo'lsa, sho'ro tizimida, SSR tizimida yashadik. Bu shunaqa yondashuv bor ediki, davlat hammasini berish kerak. Rahbar hamma narsa bilan ta'minlash kerak va taqdir o'zidan o'zi shu bilan bo'ladi. Va biz bu yolg'on nima bilan yashadik va unda raqobat degan narsa, xususiy biznes, xususiy mulk tushunchalari bo'lmasdi. O'zi bilasizlar, kommunizm va sotsializm g'oyasida xususiy mulk bo'lmaydi degan. Xitoyliklar o'z vaqtida bundan voz kechgan va bu ularni katta muvaffaqiyatga olib kelgan.
Shuning uchun o'sha paytda hammani yashash tarzi bir xil bo'lgan, hamma kambag'allikda, qashshoqlikda teng bo'lgan, bir xil bo'lgan. Bugun esa zamon o'zgardi. Siz ko'rasiz, mana ko'pchilik Yevropaga borgisi keladi, Amerikaga borgisi keladi. U yerda ko'radi, hamma narsa, hamma rivojlanish taraqqiyotda zamirida asosida xususiy mulk yotadi. Va bu xususiy mulk juda ham muhim. Lekin bir gapni bilishimiz kerak, dunyo o'zgardi. Dunyo juda keskin o'zgardi. Bugun dunyoda raqobat bor. Va raqobat bu taraqqiyotning asosiy omili. Men yozganlarimni o'qiyman va biz bugun eski tasavvurlarimizdan, eski yondashuvlardan voz kechishimiz kerak. Bugun dunyoni zamonaviy texnologiyalar, zamonaviy ishlash uslublari boshqaryapti va bu kelajak buning orqasida. O'zbekiston bugun juda ko'pchilik ishlayapti O'zbekiston. Do'konlar ochyapti, biznes ochyapti, zavodlar, fabrikalar. Nafaqat xitoyliklar, Amerika Qo'shma Shtatlaridan, Yevropadan, Turkiyadan, Pokistondan, Hindistondan mana. Va bu bizni g'ashimizni keltirish kerak emas. Men o'ylaymanki, bugungi kunda ba'zi bir odamlar hatto chet eldan investorlar kelishni cheklashni bugun taklif qilyapti. Nima, biz endi ochilgan eshigimizni yana yopamizmi? Yana biz eski holatga qaytamizmi? Yopiq jamiyat va tadbirkorlikni yop. O'z paytida Xitoy ham bu og'ir yo'lni bosib o'tgan. Lekin ochilgan va ochilgandan keyin u o'zligini saqlab qoldi. Yoki biz shunchalik tarixi yo'q millatmiz ham? Yo'q, bizning tariximiz juda qadimiy. Biz o'zligimiz bor va biz o'zligimizni saqlab qolishimiz kerak. Shuning uchun men bularni qarashlari bilan, bunday odamlarni, bunday qarashlari bilan yumshoq qilib aytganda noroziman. Juda muhim masala, O'zbekiston butun jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lmoqchi. Xabaringiz bor. Va bu albatta mamlakatlar, a'zo mamlakatlar o'rtasidagi xizmatlar, tovarlar yurishini erkinligidan birinchi qo'yib talab qiladi. Agar biz bunaqa bo'ladigan bo'lsa, qanday qilib ertaga raqobat ta'minlaymiz? Bu tashkilotga a'zo bo'lishni xohlasak. Biz yopiq jamiyatda, yopiq davlatda yashay olmaymiz-ku. Men o'ylaymanki, bugungi kunda shu hozir aytdi, 3000 dan oshiq Xitoy tashkilotlari, Xitoy biznesmenlari kelyapti. Meni bilishimcha, yaqin orada ular 5000 bo'lishi mumkin. Biz bugun mana shu sharoitda raqobatga o'rganishimiz kerak. Va raqobat sharoitida ishlash bizni toblash kerak, bizni kuchli qilish kerak. Yana bir gap aytamanki, savol berishimiz kerakki, bugun men nima qilyapman? Bugun men nima o'zgarish qilyapman? Balki biz o'rganib qolgandirmiz, balki ko'p yil shu yashaganimiz biz o'zimizda birpas loqaydlik, beparvolik, qanaqadir ish yoqmaslik va birovlarni kelib bizni yurtimizda ertayu tun, kech demasdan, yakshanba bozor kun demasdan, dam olish kun demasdan mehnat qilayotgani, yaxshi natijaga erishayotgani balki bizni g'ashimizga telayotgandir. Bizda noto'g'ri rashqni uyg'otayotgandir. Va bu bizni ichimizdagi, o'zimizdagi tanballikni oldini olish uchun balki bir ramzga egadir. Bunday boshqalarning faolligi. Shuning uchun men o'ylaymanki, o'zi umuman olib qolganda inson tabiatida birovni tanqid qilish juda oson. O'zi yaratmaslik, birovni tanqid qilish juda oson. Balki biz bugun bundan voz kechishimiz kerakdir. Agar biz O'zbekistonni rivojlangan, har taraflama, muvaffaqiyatli davlat sifatida ko'rmoqchi ekanmiz, biz o'zimiz ham shulardan kam bo'lmagan holatda ter to'kib ishlashga bugun tayyor bo'lishimiz kerak. Shunda biz natijaga erishamiz. Chunki bilasizmi, bugun mamlakatimizni rivojlanishda biz aybdor qidirmasligimiz kerak. Mamlakatimizni rivojlanishda shunaqangi holatlarni o'zimizga dalda deb bilmasligimiz kerak. Bugun biz o'zimiz uyg'onishimiz kerak. Chunki muvaffaqiyat, boylik va rivojlanish bu har bir odamning o'zining tanlovi. Va har bir odam bu tanlov sari intilish kerak. Va yana men muhim gap aytmoqchiman. Bugun biz o'ta faol bo'lganlarni, o'ta harakatchan bo'lgan odamlarni, o'ta muvaffaqiyatli bo'lgan odamlarga tosh otyapmiz. Va biz bugun tushunishimiz kerakki, bu odamlarni biz kamida hurmat qilishimiz kerak. Biz esa bularga gumon bilan, shubha bilan qarayapmiz. Va ko'p o'ylaymanki, biz oynani o'zimizga qaratishimiz kerak. Bugun oynaga qaratib, to'g'ri, oynada yoqimsiz manzarani ko'rishimiz mumkin, lekin bu oynani tepishga, sindirishga asos emas. Biz bugun tushunishimiz kerakki, O'zbekistonning rivojlanishi, O'zbekistonning kelajagi bizning qo'limizda. O'z bu Gandining gapi, Mahatma Gandi aytganki, Hind xalqining taqdiri o'zini qo'lida degan. O'z paytida bu o'sha inglizlar bilan bo'lgan murosasiz kurashda. Men o'ylaymanki, o'zbek xalqining, o'zbekistonliklarning, O'zbekiston jamiyatining taqdiri o'z qo'lida. Biz bugun ishlasak, tinmay ishlasak, yangiliklarga tayyor bo'lsak, kamroq uxlasak, ko'proq harakat qilsak, berilgan imkoniyatlardan keng foydalansak, agar muammolar bo'lsa, muammolarni aytish kerak. Bugun bizda tizim bor, muammolarni yuqoriga yetkazish bo'yicha. Va biz bugun korrupsiyani oldinish bo'yicha kurashyapmiz. Tanish bilishlikni, noto'g'ri holatlarda
bugun ular bilan bartaraf etish bo'yicha davlat tizimi bor, davlat buni muhofaza qiluvchi organlari bor, shular uchun ishlashimiz kerak. Xullas, shu postscriptum sifatida aytmoqchi bo'lgan gaplarim edi. Ma'luma hamma o'ziga kerakli xulosalarni qildi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yana efirda ko'rishguncha xayr.